demaslik kerak. Bu noto'g'ri, bu haddimizdan oshish bo'ladi. Nima uchun haddimizdan oshib bo'ladi? Uni hozir gaplashamiz. Biz hammamizni Alloh azza va jalla sizlar rizqinglarni men beraman deyapti. Ya'ni Alloh rizqni ustiga olyapti. Ya'ni rizq Allohga oiddir deyapti. Rizqingiz mendandir, ammo jannatga bo'lgan harakatlaringizni o'z qilib qoling deyapti. To'g'ri? Bir odam aytgan ekanda, qaniydi degan, koshkiydi Alloh aytsaydi, jannat meni vazifam sizlarni jannatga kirgizish, lekin bu dunyodagi rizqni o'zingizlar topinglar desaydi deganda odamlar nega unaqa deyapsiz deb so'raganda, o'ylab ko'rmaysizlarmi? Bu dunyoda rizqimizni qidirardik.